Yoquqxon opa, feya o'zi nima? Feya o'zi shirinlik do'kon. Nega aynan feya, ya'ni nima uchun feya deb nomlagansiz? Feya deb nomlaganimiz sababi u qizim ismiga nomlangan. Ya'ni Parizoda, Pari bu feya. Feyani asoschisi kim? Man, ya'ni Hayit va Yoquqxon. Feyaga qachon asos solingan, ya'ni qachondan beri o'z faoliyatini yuritadi? Feyaga 2020-yili karantin paytida asos solganman va 2021-yili Yangibozordagi filialimizni ochganmiz. 2022-yili Parkentdagi filialimizni ochganmiz. Hozirgi kunda yana rivojlanishda davom etyapmiz. Feyani ochishdan maqsad nima o'zi? Feyani ochishdan asosiy maqsadim xalqimizni tabiiy mahsulotlardan tayyorlangan shirinliklar bilan mehmon qilish va yana o'zimni ichimdagi katta bitta maqsadim ishsiz ayollarni